يا با خالد كان فقاس بلايلي ها اقتدر الله نمبودي من اقتدر الله ما قاقل السنة فلان شو تشتاني قدم شو كشمتي Bu yerda hech nima yo'q. Shamol tasaydi. Quloq silinglar. Qaras qurisqan ovoz bor. Bu yerda qo'rqinish chiqqan. Xalit mahsuni ovoz bo'lishi mumkin. Bu yerda bizdan boshqa hech kim yo'qdirsa. Ras hech kim yo'q. Quloq silinglar. Iliq ovoz yo'qolib ketdi. Boya nim bo'lgan bo'g'itdi. Bak qo'rqinish chiqqan. Bu ovoz yana kuchaydi. Simba xatar bormi deymi Kirgidek nim bo'ldi, ahmaq. Sen o'yin bo'lib turibdi-da. Meningcha, u qoqqinni xudoni yo'qitib qo'yibdi. senda azroq xiyoliy tuyg'u paydo bo'ldimi nima Yo'limizni davomlashtiraylik. Taqas bo'linglar. Oy. Chaqmoq, quyrug'ing bilan yo'limizni yo'rtibdi. O'lay dedim. Yo'limizni davomlashtiraylik do'stlar. ay shiqdib tushma chop tut Chap
Çapsamang Semih, çapsam var. To'xtala. Baro, bo'shar bo'l. Sen eng oxirda mang. Nim bo'ldi? Simba seni eng oxirda mangdis qo'rqdingmi? Endi olsa, gap bo'ldi-da bu. Men yiqtirsam qo'rqmayman, qiziq gap bo'ldi bu. Men yiqtirsam qo'rqmayman, qiziq gap bo'ldi. Amsi mangayli. G'ayrat qilinglar. Kuchanglar do'stlar, to'xtab qolmanglar. Rostla jaboliq safar bo'ldi-da bu. Bu tog' yo'li qachonliq tuga? Bo'shashma, Rajim yo'l ko'gilib ketdi. Hozir qaytib keladi. Men chiqish yo'lini topdim. Oyatgan. Birdamda yetib boramiz. Ana, ko'rdinglarmi? Ha, men ko'rdim. Yiroqkan bu. Oy, men ko'ramadim. Qo'zig'im hech bo'lay dedim. Endi asfalab qalsaq bo'lmaydi. G'alaba qilishga oz qoldik. Men yo'l boshlab beray, keldim Allah. Tez mangayli, olg'a. Qutuldilar! Voy! Ular qani? Bilmayman, nerdiki? Qumga ko'milib qolgan o'xshaydi. Biz do'stlarimizdan ayrilib qoldik. Echinish tiqish bo'ldi. Voy, bir hayotgan. Sherpatchaymiz. Madinarana gibi doğurken sizi tapalayımız diyekti. Biz oxir soqqoldik. Minglar, uzoq qolmay chiqib ketamiz. Sapdan tushib qolmanglar. Chopsam minglar. Tez. Chopsam bo'linglar, oz qoldik. Tez yuguranglar. Biz xatardan qutuldik. Sizlar ajoyib baturlik ko'rsatdinglar. Qoltis ish bo'ldi. Hey, do'stlar! Keldi! Men topimdan yutib ketmaganda xush bo'ldim.
Sizlar bak tez mengipsizlar. Bunchalik chapsan mengishinglarni o'ylamabdiman. Qutuq qozonganinglarni chin ko'nglimdan tabriklayman. Siz keylimizda bormidingiz? Sizlar qumliqdan tezlikda o'tib ketdinglar. Amaliyotda turmush tushga o'xshaydi. Sizda Apol, menga biri keynimizdan kelayotgandekli bilingandi. Qarasligan ovoz meni qo'rqitibdi. Nima qilasiz? Siz bilmaysiz, rosti qo'rqinish qoldi. Bizni bundoq masxara qilsangiz bo'lmaydi. Men qasdan tishinglarga tegayotganim yo'q. Biroq bu rostli kulkilik ish bo'ldi. Sizlar ovozning nerdan chiqayotganligini uqmayli qo'rqibsizlar. Obdan o'ylangan bo'lsanglar, nimaning ovoz ekanligini bilatdinglar. To'g'ri dedingiz. Saqolkashning ovozi ekan. Bu ovoz ritimliq bo'lsa-mu, quloqni og'ritdi ekan. Qaraganda sapalkash kelsa, bek shukr deganda, shundaqmi? Yanılma, Apol'niki bilan alayli. Qara ketmanglar. Sizlarning anglığıninglar Baro'ning tishining g'uchirlagan ovozi. Shundaqmi, Baro? Shundaq da qildi. Men sizlar bilan aloqalashamadim. Menga buni gulgiyohlar deb berdi. Men bir hikoya aytib beray. Baro degan botur, tishlari g'o'chirlaydi. Bu rostla bema'ni, kulkili kishi bo'pti. Shundaqmi? Rostli qiziq ish bo'ldi. Quloq solinglar do'stlar. Men naqsh aytib beray. Nima aytsa? Endi chatoq bo'ldi. Cherchi agishpaydi. Sen bana naqshni aytib beray. Ay, nayt yaxshi gap bo'ldi. Hammamiz umumiy xoriyatdaydi. Sen boyasan. Naqsh aytishdan burun suv ichib olsam yaxshi bo'ladi dedim. Bo'ldi, uning gapini anlanglar. Aytmayli. Bo'ldi, men aytmayman. Bu yerda ko'l bor ekan, suv ichib olayli. Suv ichib! Suv ichib! Voy, suv ichida qoldi. Pekchorani qaytamayman. Men sizlarga Afrika madiya degan naqshni aytib beray. Men avval suv ichib olib, ondan sening naqshangni anglay. Sizlar hech kimni tushunmaysizlar. Hatto muhabbat degan narsani uqmaysizlar. Sen mi serib qushqash bo'lib qolgan bo'lsang, ha? Naqsh aytgan bo'lsa aytaver, men seni daryo bo'yida saqlay. Biz qushlar bir-birimizni qo'llasak bo'ladi. Go'zal Afrika! Afrika! Simba, sana deydigan muhim ish bor. Obdan quloq sol. Ajab adabsizkansiz. Xop bo'lma, naqshangni uzib qo'yg'im yo'q edi. Afrika nima deydigan naqsh aytib turardim. Siz meni yiqitibdingiz. Pek azoblandim. Og'inam Simbaga deydigan muhim gap bor edi. Shunga aldirab ketibdiman. Ajab ochig'imni keltirdi. Hammasi boshqa ish bilan bo'lib ketib, naqshamni anglab, ish pishig'ini chiqarishni xohlamayotdi. Unaqa Apol, men putlikashon bo'lmay, sen bag'i gapingiz bo'lsa deyvering. Mundaq ish. Men necha kilometr yiroqlikdagi Nil daryosi bo'yida o'sadigan o'simliklardan anglasam, Serkon bilan uning sheriklari Afrikaga kelibdi-dak. Agar bu gap rost bo'lsa, qanday qilsa? Obdan o'ylab baqay. Aldirmayli. Sizlar Nil daryosini bo'ylab yuqoriga minib ittifoqdosh qo'shinni izlanglar. Esinglarda bo'lsin, taqdiringlar o'zinglarning qo'lida. Bag'an Simba, sana omad tilayman. Rahmat Apol. Digningizni qilma. Xo'sh. Qara, kim keldi? O do'stimiz Simba.
kesip nemi kılıvatsan? Eyde kalla! Alileri, o'lgirlar gapimga kirmadi. Neymiş ka? Ular birlashga unmayapsa. Çapsan et, ülgürekte! Timsohlarimiz bilan birlashga unamadik. Yaramaz! Ula birleşmem diken! Bu shunday qiladigan. Siz Simba bilen birleşip bizga hücum kılam diken! Şundak mı? Ya qalileri, ahvol bundan da murakkab. Sen turib bilib qolarlar. Bunundan mı mürekkep? Bu nim degenim, meni kolduruldu men deme. Aldın mı? O kalva! Timsohlar betara turmoqchi bo'lishdi. Yedirep turam diken? Neymiş ka? Çapsan et, bu öldür! Agar timsohlarning o'rmitini qilsak. Ne dedim? Simba timsohlar bilan yaqin. Yıkın bosun im boptu, bundan kepi! Nemi gülüsen? Sizlar meni naqabi izlaymizmi? Bundan chiroylikan. Bugün keyfim yaxşı. Təliyin bakat. Oylap bak. Bizning birleşme qo'shinimizda chilböre, karkadan, yav cho'shqa, to'gi qush, top qush degandek yirtqich hayvonlar bor. Bizga yordam qilsa yaxshi bo'ladi. Bo'lmasa xatarda qolamiz. Ajab chiqgan. Biz mujiq bo'lgandan ansirashning hojati yo'q, to'g'rimi? Dushmanni salchoqlashga bo'lmaydi. Nimishqa? Chiq bo'lganlar g'alba qilishni atoyin. Chiq bo'lganning ama foydasi bor. Sen basa qanday o'ylayapsan, ha? Meningcha qanchalik chiq bo'lsa, kuchi shuncha zo'r bo'ladi. Bu bir ustunlik. Simba, ecdadının zımınığı qaytib kelganingni qizg'in qarshi olamiz. Rahmat sizga Burkut podshoh. Biz ittifoqlasak, cho'qim g'alaba qilamiz. Biz mi seni qarshi olamiz? Podshohligini qaytarib o'tishingga yordam qilamiz Simba. Men sizlardan faxrlanaman. Sizlardan oliyjanob do'stlarimning bo'lganligidan baxursandman. Biz cho'qim g'alaba qilamiz. Nimish? Bir top qo'rqitdan kelyapti. Men qarab boqay. Ular bizning do'stlarimizmi-du? Cho'qim shundoq. Yavaş. Xush kelibsan Simba. Bir kelganingni qarshi olamiz. Seni ko'rib ben hoş oldum.
do'stim. Yaxshimisizlar? Yatsin Afrika. Padişahımız Şirin'in tenik salametlik dileyimiz. Yatsın Oy! Buningdan ah ko'ngil hayvonlarning bizni qo'llaydiganligini ko'rishga bo'ladi. Yana nurg'un hayvonlar sepinlarga qo'shiladi. Yaxshi-ku, qarshi olamiz. Bak chiqgan, bak Bunda chiqgan. qilaverasiz, manamaymiz. Aldirma, safar tixi uzun. Rost, biz bundoq oldirib, nega boramiz? Bordigan yerning ismi nima? Zeri mazarı tağ bağırdık tuzlanlık var emes. Xush kelibsan Simba. Zerima zaroti nada? Bakhiroq, oldirmayman saq bo'ladi. Mashni ko'ring. Yeri palimizda ketimizda. Avval Nil daryosining boshlanish eg'iziga berib, Viktoriya ko'lini topamiz. Andin Keniyani kesib o'tsak, cho'qqisini qor qoplagan bir tog' ko'rindi. Zeri Mazaro teg'i degan shu. Yeri palimizga ketadiganmizda. Baralsaqla bo'ladi, bu degan bir sinak. Nima Cherchikanqa. Muzokara oxirlashdi. Yo'lga chiqamiz. Chapsan tuzliqlar. Meşede aramalaylı. Baland gap bo'ldi. Bu ya acep teşkina. Kashni navbatlashib, navbatchilik qilaylik. Bu yer bekçonki. Shu emasmi? Hey! Sizlar kim? Biz Simbaning do'stlari. O'zi kim? Men qumliq chashqini. Sizlarni tabriklayman. Bu qo'yvat, bizni nima ish tabriklaysan? Simba bilan birlashganinglar uchun. Biz ben hoş. Ama sen de sorarken çok sorularımız var. Bu heykel bilen öyleni kim yasagan? Qadimqi Misrliqlar yasagan. Ular bak bayashat dedi. Bu yerga maxsus siptiraxtga urilib, sezilmaydigan xushbo'y moddalar bilan suvolgan jasadlar qo'yilgan. Necha ming yildan keyin bundaq jasadlar mumiyo deb atalgan. Lahatda yana haddi hisobsiz mol-mulk, marvoyit, oltin yoqutlar bor. Bu oxiratlik buyumlarning hammasi boylik hisoblanadi. Bayliq. Bu yer bayliq paket. Go'riga kirsanglar, nurg'un boyliqlarni ko'rsizlar. Sazili kir baqimda. O boyliqni ko'rsanglar, cho'qim hayron qolasizlar. Nimadan qo'rqsizlar? Nima degancha? Bayliq. Sinba bilan uning do'stlari nurg'un jafo mushaqqatni boshdan kechirib, oxir uzundan beri orzu qilgan Afrikaga yetib keldi. Ularning oldida yana tasavvur qilib bo'lmaydigan nurg'un qiyinchilik bor edi. Undaqda ularning ashu qiyinchiliklarni qanday yenganligiga qiziqsanglar, keyingi qismni ko'ringlar.